Hammaga assalomu alaykum. High-tech modelimizni endi sizlarga taqdim qilmoqchiman. Qaranglar, umuman guli yo'q, umuman tutag'i yo'q. Bu mahsulotlarimizni o'zingizlar bir baho berib ketinglar. Bittadan like bosib qo'yinglar. Albatta biz like'ingiz biz juda uchun muhim hisoblanadi. Bu mahsulotlarimizni endi batafsil ta'rif bersak, narxlarini oxirida aytib o'taman. Kommentariyaga o'z ma'lumotinglarni, fikringlarni bildirib ketasizlar video davomida. Albatta ma'lumotlarini eshitsanglar. Go'zalligiga bitta e'tibor qaratib qo'yasizlar. Bu mahsulotlarimiz ustunlari yong'oq, qolgan har bitta detal joyiga sasnayakning o'zbekcha qilib aytganda qarag'ay mahsuloti ishlab chiqarilgan rossiyskiy taxtalardan. Endi xudo xolasa mana ko'ryapsiz, salafanni ochgandan keyin bilinadi laklari qanaqa holatda idealligi. Balonlarini ham qo'yib qo'yganmiz 360 gradus, ya'ni ham 4 ta tormozligi mana akalar. Endi shag'alli joyimiz hisobiga ko'ryapsizlarmi akalar, xudo xolasa 360 gradus 4 ta tormoz, orqa taraflari ham tormoz bo'ladi. Taxtalari 17 talik qalinlikda ishlab chiqarilib, taxtalarning eni esa 4.2 holatda. Pola oppoq pol, mana ba'zi so'rilarimizga shpont pol chiqadi, ba'zisiniki esa shpont bo'lmaydi. Bu mahsulotimizga endi mana shuniki shpont pol taxtadan chiqarilgan. High-tech modelimiz, xudo xolasa bu modelimiz go'zal, xudo xolasa sifatlariga o'zingizlar bitta baho berib ketib, kommentariyaga yozib ketinglar. Ma'qul kelgan bo'lsa, chiroyli holatda Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab dastavkalari mutlaqo bepul tariqasida mana shu mahsulotlarimizni 5 million so'mga dastavkalari bilan qilib berdik akalar. Narxi ma'qul kelgan bo'lsa, albatta biz sizga shuni mamnunmiz. Agar yo'q, Andijon Jahon bozori kelaman, o'zim kelishaman desanglar, mayli kelinglar, narxlarini o'tib beraman. Xudo xolasa. Yo'q, dastavkalari bilan ichida desanglar, to'g'risi endi har xil joydan hamma telefon qiladi. Shuning ichiga dastavkasini ham endi hamma tekin deydi, lekin dastavkasini ham qo'shadi. Biz ham to'g'ri qilib ochiqchasiga gapirib sotganimiz ma'qulda. Hammasi ham o palon pul qo'yib turib dastavkasi ichida degandan dastavkasini ham kelishaveramiz. Xohlasanglar, u kelib turib xarid qilaman desanglar, shunaqa arzon qilib beramiz. 5 milliondan o'tib beramiz, desanglar. Yo'q, dastavkasi bilan qilib beringlar desanglar, shu 5 millionga Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab dastavkasi qilib beraveramiz, xudo xolasa. Qo'shni Qirg'izistonlarga ham dastavkalarimiz bor, kelishilgan holatda kargo xizmatimiz bor. Arzon narxlarda. Keyingi modelimiz Elite High-tech nomlangan.